Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuda gaplashamiz. Bu har bir pensiya oluvchining moliyaviy hayotiga bevosita ta'sir qiladigan o'zgarishlar haqida bo'ladi. Agar siz pensiya olish uchun bank kartasidan foydalanayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Hozirda pensiya oluvchilar uchun bank kartalari bilan bog'liq yangi cheklovlar kuchga kirmoqda va siz bu haqda barcha tafsilotlarni bilishingiz shart. Har bir detalga jiddiy e'tibor bering. Chunki bu sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingizga, hatto pensiyangizni o'z vaqtida olishingizga ham ta'sir qilishi mumkin. Ushbu videoni oxirigacha ko'rishni unutmang. Kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni hozirroq bosing. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq insonlarga yetib boradi. Asli muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Aslida avvallar pensiya olish jarayoni ancha sodda va tushunarli edi. Pensiya jamg'armasidan sizning bank kartangizga belgilangan kunlarda muntazam ravishda pul tushardi. Siz bu pullarni istaganingizcha istalgan joyda ishlatishingiz mumkin edi. Naqd pul yechib olish, do'konlarda to'lov qilish, kommunal xizmatlar uchun to'lovlar, boshqa kartaga o'tkazmalar hech qanday cheklovlarsiz va qo'shimcha savollarsiz amalga oshirilar edi. Banklar ushbu tranzaksiyalarni, agar ular juda katta summalarni o'z ichiga olmasa, odatda chuqur tahlil qilmas edi. Asosiy e'tibor pensiya mablag'larining belgilangan muddatda egasiga yetib borishini ta'minlashga qaratilgan edi, xolos. Pensionerlar uchun kartadan foydalanish maksimal darajada qulaylashtirilgan bo'lib, bu ularga kundalik ehtiyojlarni qondirishda katta yordam berardi. Siz o'z pensiyangizga egalik qilish erkinligiga to'liq ishonchingiz komil edi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. So'nggi paytlarda qabul qilingan qonun hujjatlari va normativ huquqiy aktlarga muvofiq pensiya mablag'lari bilan bog'liq operatsiyalar ustidan nazorat kuchaytirildi. Bu o'zgarishlar birinchi navbatda moliyaviy monitoring tizimini mustahkamlash, pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish kabi noqonuniy harakatlarning oldini olish hamda ijtimoiy to'lovlarning maqsadli ishlatilishini ta'minlash maqsadida amalga oshirilmoqda. Hukumat va bank tizimi ijtimoiy nafaqalar va pensiyalar faqatgina ularning haqiqiy egalarining ehtiyojlari uchun sarflanishini ta'minlashga qaratilgan qat'iyroq mexanizmlarni joriy etmoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, endilikda pensiya kartalari bilan bog'liq ba'zi turdagi operatsiyalar cheklanishi yoki bank tomonidan qo'shimcha tekshiruvga olinishi mumkin. Bu ayniqsa muntazam va katta miqdordagi naqd pul yechib olish, boshqa shaxslarning kartalariga doimiy o'tkazmalar, shuningdek pensiya kartasidan tadbirkorlik faoliyati uchun foydalanish holatlariga tegishli. Banklar endi shubhali deb topilgan har qanday operatsiya bo'yicha sizdan qo'shimcha ma'lumot yoki hujjatlar talab qilish huquqiga ega. Agar siz ushbu ma'lumotlarni taqdim eta olmasangiz yoki tushuntira olmasangiz, operatsiya vaqtinchalik to'xtatib qo'yilishi, hattoki hisobingiz bloklanishi ham mumkin. Bu yangi qoidalar pensiya oluvchilar uchun moliyaviy xavfsizlikni oshirishga qaratilgan bo'lsa-da, shu bilan birga ulardan ko'proq ehtiyotkorlik va ma'lumotlarga ega bo'lishni talab qiladi. Shuning uchun bu videoni diqqat bilan ko'rishingiz juda muhim. Men asosiy qism, nimalarni bilishingiz kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar yo'q. Keling, yangi qoidalarning muhim jihatlarini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa shuki, bu yangi qoidalar sizning har bir mayda xarajatingizni nazorat qilishga qaratilmagan. Maqsad pensiya kartalari orqali amalga oshiriladigan katta yoki g'ayritabiiy operatsiyalarni aniqlashdir. Ya'ni har kuni do'konda non va sut sotib olish, kommunal to'lovlarni amalga oshirish yoki dori-darmon sotib olish kabi kundalik xarajatlaringiz uchun sizdan hech kim hisobot talab qilmaydi va sizni hech kim bezovta qilmaydi. Aslida kimlar xavotirlanishi kerak? Aslida agar siz quyidagi kategoriyalarga kirsangiz, bank bilan muammolariga duch kelishingiz mumkinligi ehtimoli bor va sizga ehtiyot bo'lish tavsiya etiladi. 1. Muntazam ravishda katta summada naqd pul yechib oluvchilar. Agar siz har oy pensiyangizning katta qismini, masalan, 7.8 boyda yoki undan ham ko'prog'ini bankomatdan yoki kassa orqali naqd pulga aylantirsangiz, bu bankning diqqatini tortishi mumkin. Naqd pullar ishsiz qolishi sababli. Banklar bu kabi operatsiyalarga jiddiyroq e'tibor beradi. Misol tasavvur qiling, 75 yoshli hoji bobo har oy 2 million so'm pensiya oladi. U avval doim 1 million so'mni naqd pulga yechib olib, qolganini o'z ehtiyojlariga ishlatardi. Endi esa agar hoji bobo bir oyda 25 million so'mdan ortiq naqd pul yechsa yoki bu pulni doimiy ravishda kimningdir kartasiga o'tkazsa,
bankda savollar paydo bo'lishi mumkin. Bank unga qo'ng'iroq qilib, bu operatsiyaning maqsadini so'rashi mumkin. Agar u pulni kimdir uchun yechib olayotgan bo'lsa va buni tushuntirib olmasa, bank operatsiyani to'xtatishi mumkin. Boshqa shaxslarning kartalariga doimiy ravishda katta miqdorda pul o'tkazuvchilar. Agar siz o'z pensiya kartangizdan muntazam ravishda har oy bir xil yoki har xil ammo sezilarli summalar bilan boshqa shaxslarga, qarindosh bo'lmaganlarga yoki hatto qarindoshlarga ham pul o'tkazib tursangiz, bu ham shubhali operatsiya sifatida qaralishi mumkin. Bank sizdan bu o'tkazmalarning sababini, hatto pul o'tkazayotgan shaxs bilan bo'lgan munosabatingizni ham so'rashi mumkin. Misol 68 yoshli Xolida aya har oy 2 million so'm pensiya oladi. Uning singlisining ahvoli og'ir bo'lib, Xolida aya unga har oy 20 million so'mdan o'tkazib turadi. Agar bank Xolida ayaga qo'ng'iroq qilib, bu o'tkazmalar haqida so'rasa, Xolida aya singlisiga yordam berayotganini tushuntirishi kerak bo'ladi. Agar bu o'tkazmalar singlisining tibbiy xarajatlariga ketayotgan bo'lsa, hatto tibbiy hujjatlarni ko'rsatish talab qilinishi ham mumkin. Pensiya kartasidan tadbirkorlik faoliyati uchun foydalanuvchilar. Pensiya kartalari ijtimoiy to'lovlarni qabul qilish uchun mo'ljallangan. Agar siz ushbu kartaga o'z biznesingizdan, masalan, qo'l mehnat mahsulotlarini sotishdan, ijaradan, xizmat ko'rsatishdan tushgan to'lovlarni qabul qilsangiz, bu biznes faoliyati sifatida talqin qilinishi mumkin. Bank bunday holatlarni soliq organlariga xabar qilishi shart bo'ladi. Bu esa sizga nisbatan qo'shimcha soliq majburiyatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Bunday hollarda bank hisobingiz bloklanishi xavfi bor. Misol 3. Farida opa uyida pishiriqlar tayyorlab, ularni internet orqali sotsa va to'lovlarni o'zining pensiya kartasiga qabul qilsa, bir oyda pensiya summasidan aytaylik 5 million so'm tashqari yana 3 million so'm qo'shimcha to'lovlar Farida opaning kartasiga kelib tushadi. Bank monitoring tizimi bunday tartibsiz va katta miqdordagi kirim operatsiyalariga darhol e'tibor beradi. Bu holat Farida opaning pensiya kartasidan tijorat maqsadida foydalanayotganidan dalolat beradi. Bank Farida opadan bu kirimlarning manbasini tushuntirishni so'raydi. Agar u pishiriqlar savdosi ekanligini aytsa, bank uni soliq organlariga bildirishga majbur bo'ladi. Bu esa Farida opaga soliq majburiyatlarini yuklashi mumkin. 4. Kartasini begona shaxslarga berib qo'yganlar. Afsuski, ba'zi pensionerlar o'z kartalarini farzandlari, nabiralar yoki hatto begona shaxslarga ishonib topshirishadi. Agar bu shaxslar sizning kartangiz orqali shubhali operatsiyalarni amalga oshirsa, yuqorida sanab o'tilganlardan bir o'rtasi. Bu sizning nomingizdan qilingan deb hisoblanadi va barcha javobgarlik sizga tushadi. Bu juda xavfli holat. Kimlar xavotirlanishi shart emas, agar siz pensiyangizdan odatiy kundalik ehtiyojlaringizni qondirish uchun foydalansangiz. Xavotirlanishga hojat yo'q. Bank sizni bezovta qilmaydi. Birja, kundalik xaridlar va xizmatlar uchun to'lovchilar, oziq-ovqat, kiyim-kechak, kommunal to'lovlar, gaz, svet, suv, internet, dori-darmon, transport xarajatlari kabi xarajatlar uchun kartadan foydalanish mutlaqo normal hisoblanadi. Misol 4. Meni pensiya kartamga har oy 1 million so'm tushadi. Men bu puldan 500 ming so'mini kommunal to'lovlar uchun, 800 ming so'mini oziq-ovqat mahsulotlari uchun, 200 ming so'mini dori-darmonlar uchun ishlataman va qolgan 300 ming so'mni ba'zida farzandimning kartasiga o'tkazaman. Bu oddiy kundalik xarajatlar va hech qanday cheklovga tushmaydi. Bank bunga e'tibor bermaydi. 2. O'z hisobida mablag' yig'uvchilar. Pensiyangizni kartada yig'ib borishingiz va keyinchalik bitta yirik xarid, masalan, muzlatgich, televizor sotib olish, uy ta'mirlash uchun materiallar uchun ishlatishingiz mumkin. Faqatgina bunday yirik xarid uchun to'lov amalga oshirilsa, to'lov kvitansiyasini saqlab qo'yish tavsiya etiladi. 3. Davlat tomonidan beriladigan boshqa ijtimoiy to'lovlarni qabul qiluvchilar. Ba'zida pensiya jamg'armasi yoki boshqa davlat organlari tomonidan bir martalik yordam, nafaqa yoki subsidiyalar sizning pensiya kartangizga tushishi mumkin. Pullar bank tomonidan odatda aniq identifikatsiyalanadi va bu siz uchun muammo tug'dirmaydi. Bu o'zgarishlarning asosiy sababi moliyaviy tizimdagi shaffoflikni oshirish, noqonuniy pul oqimlariga qarshi kurashish va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarning mablag'larini har qanday firibgarlikdan yoki noto'g'ri ishlatishdan himoya qilishdir. Ta'sir esa shunday bo'ladi. Endilikda pensionerlar o'z moliyaviy operatsiyalariga nisbatan yanada ehtiyotkor bo'lishlari, shubhali operatsiyalardan qochishlari va bankdan kelgan har qanday so'rovga javob berishga tayyor turishlari kerak bo'ladi.
ikki asosiy qism. Qoidadan istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar bu yangi qoidalar qat'iy bo'lishiga qaramay, ba'zi istisnolar va nozik jihatlar mavjud bo'lib, ularning birishini ko'plab tushunmovchiliklardan saqlaydi. Astirish qoidadan istisnolar, garchi bank sizdan izoh talab qilishi mumkin. Yaqin oila a'zolariga o'tkazmalar, ota-onalar, farzandlar va turmush o'rtoqlariga pul o'tkazish odatda kamroq nazorat ostida bo'ladi. Biroq bu o'tkazmalar ham mantiqiy chegaralar doirasida bo'lishi va aniq bir maqsadga ega bo'lishi kerak. Misol uchun, kasal farzandingizning davolanish xarajatlari uchun pul o'tkazish, nevarangizning o'qishiga yordam berish yoki kommunal to'lovlarni to'lash kabi holatlar tushunilishi mumkin. Agar bank savol bersa, siz bu o'tkazmaning sababini aniq tushuntirib bera olishingiz muhim. Astirish muhim xizmatlar uchun to'lovlar. Astirish tibbiy muolajalar, jarrohlik amaliyotlari, uy ta'mirlash yoki maishiy texnika sotib olish kabi katta, ammo bir martalik xarajatlar ko'pincha istisno tarafida qabul qilinadi. Bu kabi operatsiyalar uchun barcha hujjatlarni, shartnomalar, cheklar, kvitansiyalar saqlab qo'yishingiz shart. Bank so'raganda ularni taqdim eta olishingiz kerak bo'ladi. Qaltis jihatlar qilish tavsiya etilmaydi. Astirish bank kartasi va PIN kodini begonalarga berish. Bu eng katta xavflardan biridir. Hech qachon bank kartangizni va uning PIN kodini begona shaxslarga bermang. Hatto yaqin qarindoshlarga ham kartangizni butunlay ishonib topshirish tavsiya etilmaydi. Chunki bu kartadan amalga oshirilgan har qanday operatsiya sizning nomingizdan amalga oshirilgan deb hisoblanadi. Agar kartangizni ishlatayotgan shaxs shubhali operatsiya qilsa, barcha muammo sizga keladi. U sizning nomingizdan noqonuniy pul yuvishga aralashib qolishi ham mumkin. 2. Astirish pensiya kartasini biznes uchun ishlatish. Yuqorida aytib o'tganimizdek, pensiya kartasini hech qanday tijorat faoliyati uchun, masalan, o'z biznesingizdan tushgan to'lovlarni qabul qilish, tovar yoki xizmat sotishdan tushgan mablag'larni o'tkazish uchun ishlatmang. Buning uchun alohida tijorat hisob varag'i ochishingiz kerak bo'ladi. Aks holda sizning hisobingiz bloklanishi, soliq tekshiruvga tushishingiz va jarimalarga tortilishingiz mumkin. Pensiya kartasi davlat tomonidan berilgan ijtimoiy to'lovlar uchun mo'ljallangan. 3. Vositachilik operatsiyalari boshqa shaxslardan, masalan, qo'shningizdan pul olib, uni o'zingizning pensiya kartangiz orqali 3-shaxsga o'tkazishga urinishlar. Bu sizni pul yuk tashuvchisi, ma'naviy sifatida belgilab qo'yishi mumkin. Bu ham pul yuvishga qarshi kurash choralaridan biridir. Bunday operatsiyalardan qochish kerak. 4. Muntazam ravishda katta summa naqd pul yechish. Agar siz har oy pensiyangizning katta qismini naqd pulga aylantirsangiz, bank buning sababini so'rashi mumkin. Naqd pul operatsiyalarini kuzatish qiyin bo'lganligi sababli banklar bunga alohida e'tibor beradi. Agar sizda naqd pulga ehtiyoj bo'lsa, buning sababini tushuntira oladigan hujjatlar, masalan, yirik xarid cheklari bo'lishi kerak. 5. Bank so'rovlariga e'tibor bermaslik. Agar bank sizga qo'ng'iroq qilsa yoki SMS xabar yuborib, qandaydir operatsiya haqida ma'lumot so'rasa, bu so'rovlarni e'tiborsiz qoldirmang. Ularga o'z vaqtida va aniq javob bering. Javob bermaslik yoki tushuntira olmaslik hisobingizning vaqtinchalik bloklanishiga yoki hatto butunlay yopilishiga olib kelishi mumkin. Astirish, noaniq nuanslar. 1. Astirish, mablag' yig'ish va katta o'tkazmalar. Pensiya kartasida pul yig'ishning o'zi hech qanday muammo tug'dirmaydi. Biroq, agar siz ancha katta miqdordagi yig'ilgan pulni bir vaqtning o'zida boshqa kartaga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, bu bankning e'tiborini tortishi mumkin. Bunday hollarda ham o'tkazmaning sababini hujjatlar bilan tasdiqlashga tayyor turing. 2. Asriq banklararo o'tkazmalar. Astirish, ba'zida turli banklar o'rtasidagi o'tkazmalar bir bank ichidagi o'tkazmalarga nisbatan ko'proq tekshirilishi mumkin. Buning sababi pul oqimlarini kuzatish murakkabligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. 3. Mablag' va manbasi. Ashtirish asosiy e'tibor pensiya mablag'lariga qaratilgan bo'lsa-da, agar sizning pensiya kartangizga muntazam ravishda boshqa katta va tushuntirilmagan mablag'lar kelib tushsa, bu ham muammo tug'dirishi mumkin. Bank sizdan bu mablag'larning manbasini so'rashi mumkin. 4. Raqamli iz va algoritmik tahlil. Banklar moliyaviy operatsiyalarni tahlil qilish uchun murakkab algoritmlardan foydalanadi. Agar sizning odatiy moliyaviy xatti harakatlaringizdan keskin chetga chiqadigan operatsiyalar, masalan, doim bir xil miqdorda xarajat qilib, keyin birdaniga 5-10 barobar ko'proq mablag' sarflash amalga oshirilsa, bu avtomatik ravishda tizimni ishga tushirishi va operatsiyangizga flag qo'yishi mumkin. 5. Astirish
qonunchilik o'zgaruvchanligi, moliyaviy qonunchilik va tartiblar doimiy ravishda o'zgarib turadi. Bugun ruxsat etilgan narsa ertaga cheklanishi mumkin. Shu sababli doimiy ravishda yangiliklardan xabardor bo'lish juda muhimdir. Mening kanalimga obuna bo'lishingiz shu sababdan ham muhim. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarni hisobga olgan holda sizning moliyaviy operatsiyalaringizda muammolarga duch kelmaslik uchun quyidagi aniq amaliy qadamlarni bajarishingizni tavsiya qilaman. 1. Cheklar va hujjatlarni saqlab qo'ying. Har qanday sezilarli xaridlar, kommunal to'lovlar, tibbiy xizmatlar uchun to'lov qog'ozlarini, cheklarni yoki bank ko'chirmalarini saqlab qo'ying. Ayniqsa, katta summadagi to'lovlar yoki o'tkazmalar bo'lsa, ularning maqsadini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, xarid shartnomalari, tibbiy ma'lumotnomalar, farzandingizning o'qishi uchun kvitansiya juda muhim. Bu hujjatlar bank sizdan izoh talab qilganda juda asqotadi. 2. Har xil maqsadlar uchun alohida kartalardan foydalaning. Agar sizda pensiyadan tashqari boshqa daromadlar, masalan, ijaradan, qo'l mehnatidan, kichik biznesdan ham bo'lsa, ularni alohida bank kartalarida saqlashga harakat qiling. Pensiya kartasini faqat pensiyani qabul qilish va kundalik ehtiyojlar uchun ishlatishga odatlaning. Bu sizning moliyaviy operatsiyalaringizni tartibli qiladi va bank monitoring tizimida chalkashliklarning oldini oladi. Masalan, bitta bankdan shaxsiy karta, boshqa bankdan biznes uchun karta ochishingiz mumkin. 3. Bank xabarnomalarini tushunib oling. Bankdan kelgan SMS xabarlariga, ayniqsa operatsiyalaringiz bilan bog'liq bo'lganlarga diqqat qiling. Ularni e'tiborsiz qoldirmang. Ba'zida bank shubhali operatsiyani aniqlasa, sizga SMS orqali yoki qo'ng'iroq qilib ma'lumot berishi mumkin. Bunday xabarlarga o'z vaqtida javob berish muhimdir. Agar sizga notanish raqamdan bank xodimi deb qo'ng'iroq qilishsa, kartangiz ma'lumotlarini bermang. Balki bankning rasmiy ishonch telefoniga o'zingiz qo'ng'iroq qilib, so'rovning haqiqiyligini tekshirib ko'ring. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Bank bilan maslahatlashing. Agar siz biror operatsiyadan shubhalanayotgan bo'lsangiz, uni amalga oshirishdan oldin bank xodimlariga murojaat qiling. Ular sizga qoidalarni tushuntirib berishadi va operatsiyani qanday qilib muammosiz amalga oshirish bo'yicha maslahatlar berishadi. Bu kichik maslahat kelajakda katta muammolarni oldini olishi mumkin. Aniqlik kiritish uchun qayerga murojaat qilish kerak va qanday hujjatlar kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? O'z xizmatingizni ko'rsatuvchi bankka. Eng to'g'ri va tezkor ma'lumotni olish uchun pensiya kartangizni chiqargan bankning mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qiling. Ularning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilishingiz yoki shaxsan filialiga borishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasiga. Agar pensiya to'lovlari bilan bog'liq umumiy qoidalar, yangi qonunchilik aktlari haqida savollaringiz bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilishingiz mumkin. Qanday hujjatlarni to'plash kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, bank karta ma'lumotlari, kartaning o'zi yoki uning rekvizitlari, operatsiyani tasdiqlovchi hujjatlar. Agar siz katta miqdordagi pulni naqd yechib olgan bo'lsangiz va bank sababini so'rasa, bu pullarni nima uchun sarflaganingizni tasdiqlovchi cheklar, masalan, uy ta'miri uchun qurilish materiallari xaridi, maishiy texnika xaridi cheklari. Agar yaqin qarindoshlarga pul o'tkazilgan bo'lsa, ularning kasalligi to'g'risidagi ma'lumotnoma, agar tibbiy xarajatlar uchun bo'lsa, yordam ko'rsatish zaruratini tushuntiruvchi yozma ariza. Agar kartangizga pensiyadan tashqari mablag' kelgan bo'lsa, uning manbasini, masalan, boshqa nafaqa turidan olinganlik, yaqin qarindoshdan moddiy yordam tasdiqlovchi hujjat yoki tushuntiruvchi xat. Tushuntiruvchi xat. Bank so'raganda siz amalga oshirgan g'ayritabiiy operatsiyaning maqsadini qisqa va tushunarli tarzda yozma ravishda bayon etishingiz talab qilinishi mumkin. Masalan, men sana kuni summa miqdoridagi pulni kimga, qayerga sabab? Masalan, farzandimning davolanishi uchun yordam, uy ta'mirlash uchun materiallar xaridi, yirik maishiy texnika sotib olish maqsadida o'tkazdim, yechib oldim. Bu xatni sizning imzoingiz va sanangiz bilan taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Unutmangki, bu choralar sizning xavfsizligingizni ta'minlashga qaratilgan. Qanchalik shaffof va tushunarli bo'lsangiz, shuncha kam muammolarga duch kelasiz. Biz xulosa va yakuniy chorlov xulosa qilib aytganda, pensiya kartalari bo'yicha kuchga kirayotgan yangi cheklovlar pensiya tizimining xavfsizligini ta'minlashga, noqonuniy moliyaviy operatsiyalarning oldini olishga
va ijtimoiy to'lovlarning maqsadli ishlatilishini nazorat qilishga qaratilgan muhim qadamdir. Sizdan shunchaki diqqatli bo'lishingiz, o'z moliyaviy operatsiyalaringizga nisbatan mas'uliyatli yondashishingiz va bank tizimining qoidalaridan xabardor bo'lishingiz talab etiladi. Qo'rqishga emas, balki ogoh bo'lishga chaqiraman. Umid qilamanki, bu video sizga juda foydali bo'ldi va siz ushbu muhim o'zgarishlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldingiz. O'z fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men ularning barchasini o'qib chiqishga harakat qilaman va imkon qadar javob beraman. Bu videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang, chunki men muntazam ravishda siz uchun eng muhim va dolzarb moliyaviy, huquqiy va ijtimoiy mavzularni yoritishda davom etaman. Biz bilan qoling, o'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.